ba'zida qanaqadir bitta yomon fikrlar paydo bo'lib qoladi o'zi bilmagan holda. Bu endi ko'pincha masalan charchab yurgan bo'lsak, qanaqadir bir salbiy holatda ko'proq yurganda qanaqadir bittasi kimdir sizga nimadir deydi, o'sha salbiy fikr ketmay qoladi. Mana bir ayol aytgandiki, shu birdan deydi o'tib ketayotgandim, qarasam bolam o'ynayotgan ekan, shu qumda o'ynab o'tiribdi deydi. Bundoq oldimda deydi, birdan bitta fikr kirib qoldi. Как будто bolamga bir narsa bo'lib qoladi. Hech o'sha fikr ketmadi deydi. Keyinchalik deydi, o'tiribman deydi, shu ming martalab qaytaryapman, yo yaxshi bo'ladi deyapman deb borgan sari kuchayib ketyapti deydi. Ana endi buni psixiatriyada навязчивые мысли deydi. Bu hech ketmaydi. Shu bitta fikr paydo bo'radida, даже odam o'zi quloqlarini bekitib oladi, lekin bu ichkaridan kelayotgan qanaqadir fikr. Bu даже ovoz eshitmaydi, lekin fikr kelaveradi. Nima sababdan? Sababi mana nimadir narsa noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, bizda mana mentalniy tana bor, faqat fikrlash tanasi bor. Ichkaridan bu nozik tanalardan bittasi, nozik tana bizga belgi bera boshlaydi, nimadir narsa noto'g'ri ketyapti deydi. Shunda keyin mana shu ayol aytgan, men dedi ahamiyat berdim, rostdan ham dedi, qizimda dedi, o'sha analizlar yomon chiqa boshladi dedi, perkelar yomon chiqa boshladi dedi, keyin analizda shu pochkasida ham dedi qanaqa o'zgarish ketayotgan ekan, keyin uni sog'lig'iga ahamiyat bergandan keyin shu misollar o'zidan o'zi ketdi deydi.